Assalomu alaykum. Men avaylagan sari bir rasm bor. Qaranglar, kim rasmini yana axlatga tashlash bor. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Olib. Yurtimizni Podshohi prezidentimiz ana endi bu odam bilan qo'l berib ko'rishsam armonim qolmasdi. Prezidentimiz boshi omon bo'lsa, umrlari ziyoda bo'lsa, bu olib borayotgan siyosatlari yaxshi, chiroyli siyosatlar olib boryapti. Oldin bunaqa podsho bo'lish uchun sellar tashlash borgan rasmni rasiga arzishmaysan. Bunaqa podsho bo'lish uchun oldin 10 ta tovuqni boqib qo'yish, keyin bilishasan. Yurtni boshqarish oson emas. Xudo xolasa prezident bilan tez kunda ko'rishaman degan umiddaman. Andijondan Xushnudbek.